bugün sizlarga qaç yuvish mashinasiga pardozni ishlatmaslikni tavsiya qilaman. Chunki bu yerda qiziq darajada yuvib, andan keyin biz uni qaçlarni eliblam tomoq ustida bizning gulimiz zaharlik moddalarni singib ketishini oldinish uchun. Mana men qaçlarimni tizib oldim. Bu qismiga tablet qo'ydim. Qaysini qo'llansam. Bu qismi asli pardozni qo'yadigan qism. Bu yerga pardozni qo'llanmayman. Oqachusi qo'llanaman. Oqachusi qo'llansak, buni bilan to'shqizayli buni. Hamda bek pakiz chiqdi, g'ayibroqni yo'qotdi. Qaçlarına fark hem zehersiz oldu. Bana to'shqazdim. Ettim. Bu kısmını birazcık çekiversek hiçbir şey yok. Hem pakizlindi, tozlananlar. Qaç maşinalar. Oldu. Bu halette manguslar oldu. Ben artık 45 gradusda manguzum. Bu halette manguzub bo'lgandan keyingi qaçimizning holatini ko'rib boqamiz. Mana hozir mashinamiz to'xtadi. Men o'zim ochmadim. Mening o'zi avtomatik ishlab ketadi. Yarım saat qolganda o'zi avtomatik ochilib quruydi. Mana ko'rdinglar. Men bir istakanni elib ko'rsatay sizlarga. Hiçbir zararsız. Bu halette endiğinimdek akaçık kullansanlar buludu.